Qancha mı 2 torpaq? 28. 28 ming so'mdan qanchadan berib qo'yding? Sırası 26'dan beri verdim. 26'dan berib berdim. Qaqdan olib kelding? Erkek. Qayerdan olib kelding? Coşalım. Sho'llaydan kelib turdi. 28 ming so'mdan deydi, 26 mingdan berib qo'ydim deyapti. Jo'shol ayıldan kelib tur. Hali YouTube'ga chiqqandan beri. Aka, ama sarını qancha deyapsiz? Qancha berib qo'ydingiz? So'rab atishyapti, 23 ming so'm deyapti. Sarı torpaqda. Qarasinchi? Qarasin. 21 ming so'm deydi, qarasin. Urg'och torpaqlar ekan. Torpaq qancha ekan? 31 ming so'm deydi. Qancha berib qo'ydingiz? Жақсы so'raylik. 31 ming so'm deyapti, erkek torpaq ekan. Torpaqlar qancha ekan? Qancha ekan? Bosib berib bermi? Yo'q, derinden geldi. Sarısı qancha? 25 ming so'm deydi sarı torpaq. Bunaqasi chiqarasiz. 29. 29 ming so'm deydi. Qancha berib qo'ydingiz buni? 26 ga berib qo'yib tur, 29 ga berem deydi. Buni aytib qo'yam. 24 bo'ldi. 24 ga aldыңар da? 24 ming so'mga alındı. Erkek ha? Qapqara buz. Erkek torpaq ekan 24 ming so'mga aldık deydi. Yo'q, yo'q. Torpaqning basını aytib qo'ysiz aka. 25 ming so'm erkek torpaq. Torpaq qaragani kelsen torpaq qarayın da. Mana uydun basını aytib qo'yingchi. Uydun bası mı? Ha? Uydun bası 27 mingga alıngan, 30 mingga satar. 27 ming so'mga aldık deydi, 30 ming so'mga satamiz Lan deydi. özün daha tartib qo'ydim lan bura. YouTube'ga chiqarasiz? Tuy elek mi? Yo'q, tuy elek. Buni ajin ekan. Buna narxingiz qancha? Urg'och torpaq ekan, qancha deyapsan? 22 verse veriyor. 22 ming so'mga berayım deydi. Ya bunun basını aytib qo'yingchi shuni. Bular 25 mingdan beramiz. 25 mingdan beresiz. Qanchadan so'radi? Bular da hazır 23 mingdan so'radi. 23 dan so'radi. Buni oldilar qarasdilar shunday. Ekoteng 1 de. Ekoy 1 deyil ekan, ha, cho'ngli. Egiz torpaqlar. Tusi ana boshqa-da. Sug'ana boshqa. Qanchadan deyapsiz? 27 ming so'mdan deyotib tur urg'ochi torpaqdir. Qanchadan berib qo'ydingiz aka? 49 ming so'mga berib qo'ydim deydi. Yana qisqa buqa qancha ekan? Tezga var bu tezga. Qo'shqa buqani 35 ming so'm deyotib tur. Qanchaga berib qo'ydingiz mana? Qanchaga berib qo'ydim bilmayman. Men nima qilib qo'ygan? Mana uni qancha deyapsan da? Bu gel 65. Bul dele 35 ming deyapti tur. Buni qanchaga berib qo'ydingiz? Aytaverganmi? 28 ming so'mga berib qo'ydim deydi. Aka uydu qancha deyapsiz? 63 ming so'mga berib qo'ydim deydi. Torpaq bormi? Qana torpaq? Bravo. Torpağın altı torpaq ekan, 63 ming so'mga berib qo'ydim deydi. Qanchanchi torpaq qiladi bu? Ikkinchi torpaq. Muyuzdan ham bichola, ekini tutib tur, как раз. Bir eki oladi, ha? Bilmem kan bizimle. Bu uydun balası, özgü uydun balası. Ekini tuğan. Ekini tuğanı ekan. Naul Akkoy 9150 so'mga satıldı.
Kısır koy ekan. Soyot ekan ega sal. 9150 so'm bo'ldi. Aka, qizil qo'ydi qancha deyapsiz? 8,5 400 koy. Gel. Bunaqa dile 8,5 buni al. 8,5 so'rab o'tasiz shunda. Biri 9 degan yerimde 8,5. Qancha so'rashdi? Şuraya odadık ha. Semizmi? Koyuşka? Semizmi? Kısır koydu. Ana da kısır. Boz boğunda vermeyeyim de bunu. Buna Qashqani qancha deyapsiz? 8,5. Bunda 8,5 ga beretkesizlar bunda. Nokada 8,5. Ol 600. Buna 400. Soluk koy. Aka, qo'zlarni qancha deyapsiz? 5,5 ming so'mdan deyotibdi qo'zlarni. Qanchadan so'rashdi aka? 5'te buralar 3-5'te sırada. 3,5 mingdan so'rayapti, berib aytam deydi. Buna böyle 43 olsun. Buna Bu tosnağı oq eskinin boğası chechilmayotgan ekan, taroziga qo'yib ochadi. Hozir chechamiz boğasini. 35. Qancha? 35 kilo chiqdi. 35 ning jarimi qancha bo'ladi? 17 yer. 17 jarim bo'ladi. Bu yüzde şey geçse 17 çarpı. 17 kilo götürüyor. Bunu biliyor musun? Koy qancha oldu? 9. 9 qo'zil qo'y ha. Mana 9 ekan, 9 million. Teker qancha deyapsiz? Boğaz qancha oldu? 5,5 öğrenmek. 5,5 mi? Tam geçer. Eski qanchadan oldu? Ya ana ol 7 ming, buna ol 6 ming, buna ol 5 ming. Va. Eskiler semiz. Bu teker kimdiki? Qancha aka? Sen nasıl? Qancha? Buna qo'y 10 ming so'mga bo'g' bo'lyapti-la, 69 kilo chiqdi. 69 kilogram chiqdi. Buna qo'y qancha deyapsizlar? Qancha deyapsiz? Qo'chqorda, Qo'chqorda. 20 ming. 20 ming? Buna Qo'chqorda 20 ming ekan. Buna kaç? Qancha deyapsiz aka? Qo'zlar 6'dan, 6,5'dan. 6,5dan. Buna qo'zlar 6dan ekan. Buna 6,5dan. Bular kerin pişmanlı buldağı. Qancha deyapsiz aka? 6,5. 6,5. Aka qancha so'rayapsiz? Koyuşuna kısır. Koyuşuna. Bu bağı kaldı. Yekitiş. Borusuna gittim abi. Ben daha veremem. Oluşu var. Oluşu. Olsun 10 gözükümde koydu. 98 veriyorsa hazırla bekliyor. Koydu qancha deyapsizlar? 8 Kemal toktu. To'qtuk ekan ha? Sherli ekan. Tay bozorda yuramiz. Aka, talab qanchadan oltat? Qancha senasi? Naqrata qanchadan? 30. Bo'lchi? 27 ha? Urg'acha erkakmi? Taylar 27 erkak taylar. 23 ha? Aka, beni qancha deyapsiz? 65. Qanchani tug'an? 5. 5 tug'an ekan 65 ga.
Buna bir 76 olupdur. Sinası. Bir kımbat. Beyler. Joladık atayınız. Ay 50 bin kam var. 50 minkine. 40k vermeydi. Emin degen özünden tart alaydan geliyor. Ozunu. 5,5 ming dotasın. Murgaç erkek mi? Kıç mal. Kançaga berbe koydun? 5200'e berbe koydum deydi. Kıç mal. Buna kızınız kançaga beriyes? 8,5 to'liq berib olib ketdi. 8,5 to'liq berib olib ketaver deydi. Kızıl koydu. Qancha kilo chiqib qoladi da o'ylaysiz? Reklama tapqala qo'shib. Meni tortaverib jodavordingmi sen? Aytib qo'ysangiz bo'lmay qoldi. 3,5. 3,5 ming so'm oldingizmi? Soyasizmi? Oo, buning zidadli-ku. 3,5 dedi. 3,700 dedi. 3700 degan ekan 3,5 ming so'mga olib oldim deydi. Shunday bozor o'rdi. Bozor qimmatladi u? Qimmatda men o'zim buni 2,5 qildim mana shunday. Hozir men septimi 1 ming qanchaga chiqadi? 1000 so'mga so'rdi-da. Kediginam 10-300 so'mga so'radi. Sen olsan sen. Ulan cho'ngun 7 ming dotasizmi? Cho'ngun 7 ming dotasizmi? Buna boz dedi. Buna eko 6,5danmi? Buna eko 6,5danmi? Eko 6,5 dotasizmi? Bugün 6 yandan olsun. İki kichinesini 6,5 ming deb atibdir, cho'ngin 7 mingga berem deydi. Vallahi Gulcho mol bozorindagi çöptün bağlarini sizlerge bilip beremiz. Çöp kanca gemde çöp? Kara çöp ne? Hayırdan geldi? Çöp pres 150 so'mdan devatıptır, kara çöp. Bekjar ayından geliptir. 150 so'mdan beremiz deydi. Ekşini azmaz çürüp beresene mi? 150 so'm ele. Göğülatıran olsa azmaz çürüp beremiz deydi. Bekjardan geliptir. Ya akamda çöpün masını aytib qo'yingchi. Aka. Çöpün basın. 150 so'mdan deydi, bu da qara çöp ekan. Akamdan qayerdan olib keldingiz? Yelik bir ayından geliptir, 150 so'mdan beremiz deydi, qara çöptü. Taza çöp. Saman pres qanchadan ekan? 130 so'm. 130'dan mı? Qayerdan geldi bu? Qarataydan. Qaratay ayılından geliptir. 130 so'mdan beremiz deydi, saman pres. Kishine arzonroq qilib berasizlar tushibdi ag'a? 130 so'mdan beremiz deydi. Qarataydan kelgan saman presler. Ya qanchadan aldın har presni? 140 de. Saman pres mi? 140 so'mdan saman pres. Qayerdan çöp ekan bu? Qarataydan çöp ekan. Saman presler. Ne qanchadan ekan? Ya çöp qanchadan ekan pres? 150 so'mdan qara çöp ekan ha? Toza. 150 so'mdan qara çöp. Toza çöp ekan. Sizniki qancha çöp? Qayerdan çöp? 150 so'mdan. Yelik birden kelgan presler ekan.
Qanchadan ekan mına presler? Болуш 150 сом. Qayerdan olib keldinglar? Begjar ayылынан kelipdir. Болуш 150 somdan deydi. Qara çöp. Qanchadan ekan pres? 2.75. Presiniz qanchadan? Pres. Bir de satıldı. Qanchadan berdiniz? BD presni satışıptır 180 somdan berdik deydi. BD. Aslında çöp. O bölük var. İki katar. Aa. Мына ушинтип алайдагы базар бүттү. Кудай кааласа биз базар күнү Оштогу учкун мал базарына барып сиздерге малдын бааларын чыгарып бермекчибиз. Андыктан сиздер биздин каналга каттала элек болсоңуздар, каналга катталып коюңуздар. Видеонун астындагы подписаться кнопкасын басып, каналга кошулуп коюңуздар.